Salom darddoshlar, sizlar bilan yana men Samandar Akayjonov va nihoyat sizlar bilan yana bir marta ko'rishib turibman video orqali va bundan o'zim ham juda ham xursandman. Xudoga shukr, yana YouTube'ga qaytyapman. Sekin-sekin sizlar bilan qiziqarli mavzularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, cho'zmasdan turib iddaoga o'taman. Agar haligacha videoga like bosmagan bo'lsangiz, hoziroq bosib qo'ying. Kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, nimani kutib turibsiz? Haligacha a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya qilib qo'ying va albatta izohlarda o'zingizni fikringizni yozib qoldiring, chunki anchadan beri video qilmaganman. Mana shu izohlaringiz orqali biz kanaldagi aktivniyatni tiklashimiz mumkin va bundan keyingi chiqishi kerak bo'lgan videolarimizni tezlashishiga, umuman olganda bundan keyin yana video chiqishiga sababchi bo'ladi. Xo'p, loyihani so'm yoki valyuta bilan, ya'ni donat qilib qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz ham bor imkoniyati bor. Pastda link qoldirganman. Tirikchilik sayti orqali bemalol o'sha moddiy taraflama proyektni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Hammasini qilib bo'lgan bo'lsangiz, unaqada sizni kutib o'tirmasdan biz asosiy mavzuyimizga o'tamiz va ketdik. Xo'p, bugun men sizlarga juda ham qiziqarli bitta mavzuni tayyorlab qo'yganman. Bu nima desak, o'zi obloshkadan ham ko'rgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni men sizlarga bugun bitta qulaylikni olib keldim. Bu qanaqa qulaylik desanglar, ya'ni sizlarni Androiddagi relizlaringizni testlashingizni yengillashtiruvchi bitta toolni yoki bitta prilojeniyani tavsiya qilaman. Bu nima? Xo'p, qaranglar, menda qanaqa og'riq bor edi azaldan. Ya'ni bizani ishlayotgan proyektimizda bitta prilojeniyani, ya'ni applicationni 3 ta flavori bor. Ya'ni bitta prilojeniya bizda bir vaqtning o'zida 3 ta prilojeniya hisoblanadi. Va bu degani biz test qilishimiz kerak bo'lgan flavorlar, ya'ni dev, prod va preprod. Mana shularning hammasini test qilish uchun biz nimadan foydalanar edik? Android uchun Telegram bitta kanal ochib qo'ygandik, o'shanda yozardim. Masalan, proyektimizning nomi alifshop_dev, alifshop_prod, alifshop_preprod. Mana shunaqa qilib meni o'zimga azob edi. Ya'ni har kuni APKni build qilib, mana Telegram tashlab o'tirishimiz kerak edi va undan tashqari yana bitta global muammo, ya'ni Telegramdagi internet skorisini pasayib ketishi. Ya'ni men bir necha oy oldin Telegram Premium sotib olgan edim. O'sha paytda meni internet tezligim normal holatda edi, lekin Durov akaga pul to'lashni to'xtatganimdan keyin meni internetim tezligini shunaqangi tushirib yubordilarki, men 80 megabaytli faylni ham 1,5-2 soatda Telegramga jo'natadigan ahvolga kelib qoldim. Emotional damage. Bu nima bu? Men miyam portlab ketdi dedi, asablarim buzilib ketdi. Ana o'sha holatda men yo'q, bunaqasi bo'lmaydi deb boshqa qanaqangidir servis bo'lishi kerak. Ya'ni Apple'ni TestFlight'ga o'xshagan alternativ, hamma funksiyonlar ichida bo'lgan bitta akkuratniy qanaqangidir prilojeniya bo'lishi kerak. Bo'lmasa shuni o'zim qilishim kerak deb o'tirib research qildim. Research qilganimdan keyin xursand bo'ldim, chunki men xohlagan bitta servis chiqdi va men mana shu servisni qaytadan yozib chiqmasligimga sabab bo'lgani uchun juda ham xursand bo'ldim. Bu qaysi desanglar, o'sha hammamiz ishlatadigan Firebase'ning ichida mana shu servis bor ekan, hech qaysimiz bilmagan ekanmiz, bilmadim. Balki bilgan bo'lsangiz kanal shu izohda yozib keting, men bilardim. Men buni nimasi yengillik yozib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha Firebase'ning App Tester yoki App Distribution degan servisi bor ekan. Mana shu orqali biz o'sha TestFlight'da mavjud bo'lgan barcha qulayliklarni Android, o'sha bechora g'arib Androidda ham test qilish imkoniyatimiz bor, ya'ni sinab ko'rish, ishlatish imkoniyatimiz bor ekan. Unda aytganimdek, ya'ni Telegramda men bitta alifshop degan kanalni ochib qo'yib, unishiga dev, prod, preprod tashardim va asosiy muammo, test qilayotgan odam prodni eng oxirgisini qidirib chiqadi, preprodni eng oxirgisini qidirib chiqadi, devni eng oxirgisini qidirib chiqadi va bu muammo, haqiqiy muammo. U prilojeniyaga kirsa shunchaki xuddi Play Marketda turgandek, masalan, alifshop dev turadi. Dev ustiga bitta bossa, ichida eng oxirgi aktual relizlar, unga biriktirilgan testerlar va unga biriktirilgan qanaqangidir izohlarni ko'rishi mumkin. Plus mana shunaqa muammoga yechim mana shunaqa ko'rinishda topdim. Xo'p, qo'shimcha o'rnida aytmoqchiman, ya'ni bizda Telegramdan tashqari o'zi aytishingiz mumkin, to'g'ri, Google'ning o'zini ham внутренний testlash, ya'ni ichki yoki internal testing yoki tashqi testing uchun bergan toollar bor-ku deyishingiz mumkin. Bor, lekin ular shaxsan men uchun Google taqdim etayotgan servislar juda ham noqulay. Birinchidan, bitta buildni upload qilish uchun men yetib borishim kerak bo'lgan saytga, ya'ni stranchaga, ya'ni sahifagacha bo'lgan kliklar soni juda ham ko'p. Bosasiz kirasiz. Bu birinchi muammosi. Ikkinchi muammosi build kod bilan muammo. Masalan, har doim ham men build kodni oshirish esimda bo'lmasligi mumkin. Bilasiz, ya'ni versiya chiqarayotganda build kodni oshirish kerak Androidda va men
Google'ga upload qilaman. Upload qilganimdan keyin paq etib build ko'ting xato, qaytadan release ber degan narsa bo'ladi. App tester desa bunaqa muammo yo'q. Ya'ni istalgan build kodni upload qilaverasiz. Ustanovka qilayotgan paytda o'chirib qaytadan ustanovka qilib yoki ustiga ustanovka qilaveradi. Unda muammo yo'q. Reinstallation qilinaveradi. Xo'p, yana nima muammosi bor? Google'ni keyin внутреннее тестирование yoki umuman test external yoki internal testingga bizda testerlarni qo'shishda biroz muammoli, ya'ni unda ham o'sha kliklar soni ko'p, byurokratiya ko'payib ketib qolgan. Ya'ni bunchalik xuddi app testerdagi oson hal bo'lmaydi. Undan tashqari, internetda ya'ni upload qilish, ya'ni yuklash tezligi ham Google'da biroz pastroq app testerga nisbatan. Va yana bitta tomoni esa siz testoviy versiyani yuklaganingizdan keyin u Play Marketda tester uchun beta versiya sifatida ko'rinib qoladi va agarda tester proda turgan aktual versiyani ustiga qilmoqchi bo'lsa, bilaman, men topa olmaganman. Qanaqa qilib beta versiyani emas, men umuman olgan shu prodagi versiyani ko'rish, ustiga qilish uchun knopkani topa olmaganman. Xo'p, bo'ldi degan taqdirimizda ham app testerga o'xshab Google'ni ichki yoki tashqi testingida xohlagan buildimizni olib ustiga qilish imkoniyatimiz yo'q. Mana xuddi app tester berayotgan imkoniyatlarni bizga berolmaydi. Shuning uchun app tester bizga test flightga alternativa bo'lgani uchun ancha qulay va foydalanishga yaxshiroq. Mana shu qismi qolib ketib qolgan ekan. Hozir montajni shuni to'xtatib, ya'ni eksport bo'layotgan videoni to'xtatib, shuni syomka qilishlar uchun qoldirdim. Xullas, like bosasizlar. Ana endi sizlar bilan buni realizatsiyasini va kayfini, ya'ni rohatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Va albatta ko'rib turganingizdek yangicha format, faqat orqa fonni xudo xohlasa to'g'rilab olaman. Hozircha mana shunaqa ko'rinishda. Men uchun video jihatlarni ham ko'rayotganingizdek ancha yaxshi bir salgina bo'lsa ham o'sishni qanaqa qo'llab-quvvatlash kerak, albatta like va izohlar bilan. Xo'p, unaqada sizlar bilan biz boshladik. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni nima qilishimiz kerak? Stop it. Birinchi navbatda men xotirani optimallashtirish uchun mayli yo'q bitura qolaman hozircha. VS Code ga kirdim. VS Code ga o'tdim. Hozir sizlarga buni ko'rinishi uchun men abracadabra shvabra deyishim kerak, ketdi. Mana VS Code ga kirdim. VS Code ga kirganimdan keyin men yangi Flutter proyekt ochib olganman. Buni shunchaki run qilib men sizlarga ko'rsatib beraman. Uning uchun biz iOS simulyatoridan foydalanamiz bu yerda, lekin hech qanaqangi dahshatli holat narsa yo'q. Ya'ni bu proyektda o'sha Flutterning oddiy example приложенияsi. Tak. iOS jon chiqa biz kutib qoldik seni. Ana iPhone 17 hali kelmabdi menga. To есть kelgan, men ustinovka qilmaganman. 16 ni o'zi ham bizga yetib ortib, bola chaqamizga meros qoldirishga yetadi. Xo'p. Simulyator ochilib oldi, men run qilib ko'rsataman. Nima bor bag'da? Bag'da nima bor? Bu yerda nima bor? Hech narsa ishlatilmasa nima bor? Bu yerda run qilib mana. Run qilib olaman, bitta ko'rsataman nima borligini va undan keyin sizlar bilan birgalikda biz primoy maqsadga o'tib ketamiz. Xo'p, ungacha bo'lsa sizlar bilan birgalikda biz Firebase ga kiramiz. Firebase google.com saytiga kirib go to console, ya'ni konsolga o'tamiz. Setup unchalik qiyin emas. Bu eng easy peasy oson videolardan bittasi bo'ladi. Men akkauntimni almashtirib olishim kerak. Monitorga qarab qolman, uzr, men bitta bosishim kerak edi. Aytsa, men akkauntga o'taman. Bu akkauntga o'tgandan keyin create new Firebase project deyman. Bu siz qaytganim bilan degan proyekt. Qaytganim bilan. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsa, shu joygacha izohlarda qaytganingiz bilan yozib keting, men xursand bo'laman. Ya'ni aytganimdek, biz aktivni tiklashimiz kerak. Mana Firebase proyektini ochib olamiz. Hozir chalib qoldim chunki monitorda men video qanaqa yozilayotganini to'g'ridan-to'g'ri ko'rib ketaman. Shuning uchun mishka mana bosib o'tiraman, yo'da hech narsa o'zgarmayapti. Qarasam monitorda qarab qo'ygan ekanman-da. Texnikdan maqtanib ketdim, monitor ham oldim. Bu haqida o'zim Telegram kanalimda yozib boraman. Har qanaqangi yangiliklar, har qanaqangi fikrlarni Telegram kanalimdan bilib olishingiz mumkin. Nashetda ham qattiq chiqqan bo'lishi mumkin yoki pastda havola bor. O'shadan ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni Telegram kanalim orqali kuzatib borsanglar bo'ladi. Hop, mana kevoldik. Mana shu proyekt va bu yoqda bizning demo proyektimizni kutib turibdi. Hop, hech qanaqa dahshatli narsa yo'q. Shunchaki bu yoqda biz
qaytganim bilan degan yozuv chiqarib qo'yamiz mana. Qaytganim bilan 1 2 3 4 5 bar. Xo'p, endi men buni stop qo'yaraman chunki meni RAM-im cheksiz emas, bu ham chegaralangan budjetimizga o'xshab. Va endi nima qilaman? Firebase tomoniga o'taman, shunchaki build ni ichini tekshiraman. Mana shu yoqda bormi, yo'q ekan. RAM ni ichini tekshiraman. Bu yoqda bormi? App distribution qismiga o'tamiz va mana shu qismda men Android qismini tanlayman. Qaranglar, bu narsa iOS ga ham bor ekan, lekin men ishlatib ko'rganim yo'q, chunki bizda TestLite bor. Xohlasangiz ishlatib ko'rib, izohlarda natijalarni yozib ketishinglar mumkin. Package name ni yozilyapti. Bu yoqga men package name'im qanaqa? Package name jonim, qayerdasan? Bu label. Package name qayoqda saqlanadi? Build mana shu. Example in o'tkaz iltimos. Aytganim bilan. Register appni register qilib olamiz. Xo'p. Google Search Register menga kerakmi? Yo'q, menga kerak emas. Bu narsalar menga vo'bshi kerak emas. Vo'bshi kerak emas. Menga shunchaki mana shu qism ochilsa yetadi. Buni qaranglar, ruchnoy versiyasi bor ekan va nima bo'ladi? Avtomatlashtirilgan versiyasi ham bor ekan. Uni siz qanaqangidir Android taraflarida shu setuplarni qilib qo'ysangiz, nimadir komanda tersangiz, avtomat relizni tayyorlab, xuddi CI/CD ga o'xshab, siz mana shu app distributionga chiqarib berar ekan, lekin men sizlarga hozir shuni ruchnoy, ya'ni osonroq ko'rinishini ko'rsataman. Ruchnoy ham uncha qiyin emas, bemalol ko'rib o'rganib ketsanglar bo'ladi va o'rgatishga osonroq, ishlatishga ham osonroq. Setup qilib o'zingizni graderlaringizni qiynamaysiz. Mana bu dashbord juda ham oson, easy peasy. Bu yoqqa biz shunchaki relizimizni yuklasak bo'ldi. Lekin qaranglar, mana bu yoqda men hozir birinchi factor build apk qilib qo'yaman. Bizga apk ni tayyor qilib berishi kerak. Va hop bu yoqqa relizlarni yuklayotganmiz. Bu relizlarni qayerdan men usunovga qilaman desanglar, Firebase ni o'zini app tester degan apkasi bor ekan. Eng qizig'i, Google o'zini servis, ya'ni Firebase o'zini servisi uchun application yozgan, приложение yozgan, lekin Google ga chiqarmagan Play Marketga. Nimaligini bilmayman. Ya'ni men o'zim setup qilayotgan paytimda ayrim stepga kelgan, dokumentatsiyasini bir stepga kelganda app testerni yuklab olish uchun link degan bitta bossam menga webda file download qilyapti apk 504 megabaytli va uni men hozir telefonimga install qilib qo'yganman. Uni birgalik, lekin setup qilganim yo'q, sizlar uchun osonroq bo'lishi uchun, ya'ni tushuntirishimga birgalikda setup qilamiz va ko'ramiz. Hozir men telefonimni ham ulayman. Xo'p, bu APK tayyorlanish jarayonida tayyor bo'lgandan keyin biz Mamedga bitta yuklab yuboramiz. Xo'p, ungacha men tushuntiraman. Invite links bor. Bizda ya'ni proyektimizga testerlarni invite qilish uchun ma'lum bir link sazach qilib beradi yoki qo'limizda ma'lum bir emaillarni qo'shib chiqsak bo'ladi. Osonrog'i link sazach qilib olib, bitta o'sha device-ga linkni berasiz va o'zi avtomatik sizni testerlaringiz qatoriga qo'shiladi. Bu testerlar guruhi, men qanaqa guruhlar qilganman? Masalan, bizning ichki internal test, ya'ni QA testerimiz bor. QA'lar uchun alohida guruh sazach qilganman va keyin masalan employees. Mana ya'ni ishchilar uchun, biznes komanda uchun alohida qilganman. Birinchi relizni men QA ga chiqaraman. QA testdan o'tkazgandan keyin xuddi shu relizni prosta employees ga berib qo'yaman. Hozir buni qanaqa ishlashini birgalikda ko'ramiz. Hech qanaqa muammosi yo'q. Bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana meni relizim tayyor bo'ldi. Men buni endi olaman. Buni olawza, keyin output flutter apk qilib Finder'dan qidirib topib yana monitorga chiqib ketib qoldim. Bu yoqqa tushiraman va uni men Firebase ga upload qilaman. Browse qilamiz. Desktop. Mana shu yerdan olib buni install, ya'ni upload qilamiz, ya'ni yuklaymiz va bizani bu app distribution qismi. Qaranglar qanaqa tez yuklanishini. Men Telegramda bunaqa tezlik ko'rmaganman. Bir safar 3 soat kutdim. Bir dona relizim 100 megabaytli relizim Telegramga tushish uchun 3 soat kutdim. Endi uni azobini tushunasizlar, shundan paydo bo'lgan video bu. Endi qaranglar. Menda relizing paydo bo'ldi, versiyasi 1.0 va uni men build kodi 1 dedi va endi so'rayapti add testerlar, ya'ni testerlarga qo'shish. QA qismi, ya'ni QA'larga bektirdim va ularga qanaqangidir node qoldirishim mumkin. Masalan, bu yerda zadachangizni o'sha lineardagi yoki o'zingizni task manageringizga linkini yoki ID'sini qoldirishingiz mumkin. Masalan, qaytganim bilan deb yozib qo'yaman. Bu ko'rinadi o'sha yerda, ko'rasizlar. Va
distribute 0 testerlar, ya'ni testerlar 0 bo'lib turgani uchun distribute qildirmayapti. Hozir biz buni fix qilamiz. Invite links ga o'tib, men create invite link qilaman. Select group QA va prosta create link qilaman. Endi men buni telefonimga qanaqa yetkazib beraman bu linkni? Copy link. Qanday qilib yetkazib beraman? Qanday? Hop, bir yo'lini topamiz. Hop, endi men bag'da telefonimni ulayman. Telefon ekrani hozir ko'rinadi sizlarga. Opa. Mana ko'rindi, to'g'rimi? Men sizlarga telefonim ekranini ko'rsatib, telefonga qarab ko'rsataman. Qaranglar, men relizini yuklab oldim. Mana bu qismda edi. Hozir download qismiga kirib, mana App Tester APK. Men bu uchun havolani video ostida qoldiraman. Installni bosamiz, bu yoqqa uстановка qilamiz. Hop, installing bo'lyapti. Open ni bosaman. Open ni bosganimdan so'ng, mana приложение ochiladi menda. Ochila qol. Ya'ni endi bilasizlar, Androidda kuchli himoya tizimi bor, приложениyadan tekshiradi, virus bormi, yo'qmi deb reklama ham chiqaribdi. Signing with Google dedi. Google bilan kirish qilamiz. Men masalan давайте o'zimning akkauntimdan kiraman. Hop bo'ladi birodar. Continue ni bosaman. Continue ni bosaman. Hangi email keldi? Kirish bo'ldi Firebase ga deb. Bu yoqda mana menga invitation kelgan ekan, o'z bizning приложениямizdan. Yana bitta endi men kelinglar, link orqali emas, invite qiling, osonroq keladi. Lekin mana shu link bilan ham linkni o'sha odamga bersanglar, linkni bosib accept qiladi, sizni QA'laringiz qatoriga o'zi qo'shib qo'yadi avtomatim. Biz hozir buni osonroq qilsak bo'ladi. Ya'ni men shunchaki mana bu yerda testerlar guruhiga o'zimni qo'shaman. Sandar Aqaljonov gmail.com @tester. Xo'p. Endi bu yoqqa qaytaman-da, men приложениyadan chiqib qaytadan kirsam, endi bu Androidda birodarlar, bu yoqda refresh degan narsani qo'ymagan, Play Store ga ham chiqarmagan, nima deysizlar? Ikkita приложение paydo bo'lib qolishga tushadi. Paydo bo'lmadi. Hozir men qani emaildan kelgan bo'lishi ham mumkin. Emaildan Xo'p. Paydo bo'lmadi. Menimcha anaqa bo'lsa kerak. Hozir men release ni biriktirishimiz kerak bu yoqda. Release biriktirilmagani uchun bo'lishi ham mumkin. Mana QA ga next distribute to one tester qildim. Uchib ketadi. Endi o'zi bitta qayta chiqib kiraveraman. Bitta menga o'sha email keldi. Ko'rsatishim ham mumkin qanaqa email degan. Ya'ni yaxshi tomoni xuddi test flightga o'xshab, bunda har release chiqqan paytda mana shunaqa email keladi. Qayerdan ko'rsam bo'ladi? Mana shunaqa email keladi. Yangi versiyasi keldi. Uстановка qilib tekshirsang bo'ladi deb mana shunaqa email keldi. Xuddi test flightdagi. Ya'ni testerlaringiz nima bo'ladi? Ogohlantiriladi. Release chiqqan. Mana, ko'rdinglarmi? Ikkinchi turibdi. App tester accept invitation degan chiqyapti. Okay, accept invitation qilaman. Endi menda mana qaranglar. Releaselar paydo bo'ldi. Ko'rganingizdek, menda mana qachon release chiqqani va qaysi release va tagida izohi ham bor, qaytganim bilandi. Endi men buni download qilaman. Download qilish jarayoni ham chiroyli, mana, ya'ni easy, eng oson UX yo'llardan foydalanilgan, hammasi tushunarli, oson. Download bo'ladi. 41 megabayt bo'libdi, shunchaki Flutterning o'zini default приложениyasi. Kapец, dahshat. Hop. Ya'ni mana shunaqa chiroyli ko'rinishda. Kelinglar, men yana bitta release jo'natib chiqarib qo'yaman. Ammo PubSpec YAML ekranimizda. Mana buni 2 qiling va build kodni 2 ga oshiraman. Va bitta build qilib, yana bitta release chiqaramiz. Qanaqa ko'rinishda tasvirlanishini birgalikda ko'ramiz. Hop.
download qilish qiyin bo'ladi, chunki men bu telefonni bilsanglar, men shkafimning ichidan olib chiqqanman. Ya'ni Wi-Fi ga ulash hamma setuplari ancha vaqt oldi. Internet ham zo'r qoladi Wi-Fi ni, vaholanki yonimizda turib. Endi Android deysizlar. iOS ni ham bir sinab ko'rish kerak, qanaqa ko'rinishda bo'lishini, chunki bilasizlar, bizda iOS da Yevropa hududidan tashqari hududlarda IPA fayllarni sinab qilib bo'lmaydi. Faqatgina App Store dan skачать qilishingiz mumkin. Balki Firebase ni app distributionida buni imkoniyati bordir. App Store dan sinab qilmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri o'sha app distributiondan skачать qilishga dostup berar. Xo'p, mana bu APK'miz tayyor bo'ldi. Replace qilamiz va men app distributionga buni berib yuboraman. Mana bu uploading bo'lyapti yana. Bu esa downloading bo'lyapti. Xullas, mana shu servis topgan paytimda juda ham xursand bo'ldim va hozir mana shu servisni to'liq ishlatamiz o'zimizning proyektimizda va menga juda ham yoqdi. Zo'r. Kutaman. Burada upload bo'ldi. Testerlar qismiga o'tib, men kuyini tanlayman. Next ni bosaman. Qaytganim bilan distribute qilamiz. Va yangi versiya paydo bo'ladi. Установка bo'la qol. A few moments later. Установка, то есть install, то есть download bo'ldi. Endi установка qilishimiz kerak. Allow. 10 sekund sukut saqlaymiz. Meni qaytganim uchun. Wait for it. Here it comes. Almost there. Chiqib ketganiga open qolmadi avtomat. Aslida avtomat open qiladi. Mana приложениemiz qaytganim bilan mana shuncha bosilyapti. Endi app testerga qaytib kiraman. Kirsam, mana ikkinchi versiya paydo bo'lgan, qaytganim bilan 2 va bunda testerlarga javob yozsa bo'lardi. Qanaqadir bug topsa, yoki просто kontakt degan turgan ekan, lekin to'g'ridan-to'g'ri appning ichidan turib yozib bo'lmas ekan demak. Bu Gmail bot bo'ladi bu. Xullas, shunaqa gaplar. Endi biz dashbordni bitta ko'zdan kechiramiz. Dashbordda nima gaplar bor? Aytganimdek, invite links, mana shu linkni kimgadir berib ko'rsanglar, qaysi guruhga qo'shilishni ham siz hal qilsangiz bo'ladi. Mana shu linkni bosganda, xuddi boyagi strancha ochadi, приложениеda deep link ishlab ketib. Va testerlar qismiga o'tsak, qaysi testerlar bor, bularni kontrol qilish, bor o'chirib tashlash, boshqa qilish va test caselar. Eng qizig'i bunda AI yordamida ishlaydigan avtotester bor ekan. Mana shuni ham test ishlatib ko'rsanglar bo'ladi o'zingizlarda. Men ishlatishga erindim to'g'ri, qanaqangadir sal qiyroq, to есть advanced narsa ekan. Mening bunga vaqtim yo'q edi. Va adashmasam asosan testerlar ishlatish uchun yoki shu avtotestni amalga oshirish uchun kerakli bo'lgan narsa, lekin negadir bu yerda hech narsa ochilmayapti. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ishlarida menda hozir chiqmayapti shunchaki. Ko'rganingizdek, buni setupi juda ham oson, juda oson. Ya'ni qanaqa? Shunchaki Firebase приложениеңizga установка qilish shart emas, ya'ni proyektingizga Firebase setup qilish shart emas. Shunchaki mana bu yoqda package name'ini kiritib, proyektingizni qo'shasiz va ichiga o'zingizning APKlaringizni qo'shib ketaverasiz. Bunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Keyin ishlatishga juda ham oson, tezligi baland, juda tekin va aytganimdek sizga kerak bo'lgan har qanaqangi komfortni taqdim etadi. Mana shu videodan keyin o'zingizning proyektingizda agar mana shu set toolni ishlatadigan bo'lsangiz, izohlarda yozib keting, mana shuni ishlataman yoki ishlatishni boshladim, qanaqa foydalar ko'rdingiz, nima plyuslari bor ekan deb izohlarda qoldirib ketishingiz mumkin. Xullas, meni qaytish videoim mana shundan iborat edi. Videoni shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta u sizga yoqqan va manfaat keltiradi. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta izohlarda nimadir yozib keting. Biz bu videoni rekka olib chiqishimiz kerak, kanalni qayta tirishimiz kerak, boshqa proyektlarni davom ettirish uchun. Va albatta loyihani so'mga olib bilan, ya'ni moddiy donat orqali qo'llab-quvvatlashni xohlasangiz ham pastda link bor. Bilasiz, O'zbekistonda YouTube monetizatsiya ishlamaydi. Siz mana shu holatda loyihani davom etishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Va albatta qanaqa mavzularda video kutyapsiz, ana o'shani izohlarda yozib qoldiring. Biz o'sha mavzularda video qilishga harakat qilamiz va sizlar bilan birga o'rganamiz, o'rgatamiz. Xullas kalom.
Video mana shu yoqqacha edi. Sizlar bilan ko'rishganimdan va qaytganimdan juda ham xursandman. Va albatta keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xayr.